Hammaga salyuti, Victoria's Secret qanotlariga tutorial o'z qo'lingiz bilan. 9 ta salfetka, 60 taga yaqin pistolet kley, 2 ta karton, korobkaning chekalarini qirib olamiz. Singlim yordam berishga tushdi, chunki o'zim eplolmay turdim. Chekkalarini qirib olganimizdan keyin o'sha qanotlarni chizishni boshlaymiz. Bitta chekkasini chizib olganimizdan keyin shunaqa chiziladi. Screen qilib olinglar qizlar. Qirib olganimizdan keyin qanotimizning bir tomonini, ikkinchi tomonini prosta qo'yib chizib olamiz. Xuddi shunaqa chizib olganimizdan keyingina ikkinchi tomonini ham qirqishni boshlaymiz. Mushog'im yordam berishiga qarab. Bu yerda bizlarning onamlar boqadilar. Uni yevaganimizdan keyin yana kley oldik. O'zi hammasi bo'lib 60 ta kley kerak bo'ladi. Sanab chiqqanman. Kartonimizga chekkalariga salfetkalar juda ham ko'p yopishtirib chiqamiz. Shunaqa holda hamma tomonlama. Endi patimizga kelamiz. Shu past tomoni bu tepa tomon qirqib chiqamiz. Hamma tomonlama. Endi qaranglar, bu past tomoni ko'pligi ikkita yopishgan, bu tepa tomoni bo'ladi. Bargga o'xshab hamma tomonlama qirqib chiqamiz. Ko'rasizlar, patimiz tayyor. Endi shunaqa qilib ajratib bittalab yopishtirib chiqsak bo'ladi. Salfetkadan qilingani umuman bilinmaydi, ko'rib turibsizlar. Lekin juda ham ko'p vaqtingiz ketadi, juda ham ko'p sekin asta yopishtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Menda shu narsani qilish uchun 3 kuncha vaqtim ketdi. Lekin men qo'l ishini yaxshi ko'rganim uchun maza qilib, zavq olib ishlab qildim, chestno. Qanotimizning bitta tomoni tayyor. Qo'limni kuydirib qilib oldim, lekin chiroyli chiqdi. Endi hozir ikkinchi tomonini chekkasi tayyor. Endi ikkinchi tomonini qilib olamiz. Qanotni yopishtirish sxemasi hammada har xil. O'zim o'ylab topdim. Bu ikkita chekkani yopishtirib oldim, prosta birlashtirib oldim, shunaqa chiqadi. Maslahatim steplerda qilganlaring eng zo'ri va eng muhimi qanotlarimizni rezinkaga yopishtirsak bo'ladi. Juda ham oson, steplerda qilsa bo'ladi. Shunaqa qilib va nihoyat qanotlarim tayyorligini tekshirib oldim. Juda ham chiroyli ko'rinyapti. Endi syomkada hayotda qanaqa ko'rinishini ko'ringlar qizlar. Umuman salfetkadan qilingani, bilingani ham yo'q. Shuning uchun ham oson tutorial. Marhamat.